AQSh prezidenti Donald Tramp 2-aprel kuni importga tarif stavkalari oshirilishini e'lon qildi. Yangilik 185 ga yaqin davlatga, Markaziy Osiyo respublikalariga, jumladan Qozog'istonga ham ta'sir ko'rsatdi. Unga nisbatan 27% ga oshirilgan boj belgilandi. E'tiborlisi, bu Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga qaraganda ancha ko'p. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari uchun stavka bor yo'g'i 10% ni tashkil etdi. Trampning so'zlariga ko'ra, bu Qo'shma Shtatlar bilan adolatli savdo qiluvchi mamlakatlar uchun asosiy tarif hisoblanadi. Tramp Qo'shma Shtatlardan foyda ko'rayotgan boshqa davlatlarga qarshi savdo urushi boshlaganini e'lon qildi. U buni AQShni ozod etish kuni deb atadi va 2-aprel Amerika sanoati tiklanish kuni sifatida abadiy esda qoladi deb e'lon qildi. Qozog'iston Savdo va integratsiya savdo vazirligi 3-aprel kuni bayonot berib, Qozog'istondan AQShga eksport qilinadigan mahsulotlarning salmoqli qismiga qo'shimcha tariflar qo'yilmaydi. Chunki respublika AQShga asosan boj undirilmaydigan strategik materiallarni sotadi. Qozog'iston Qo'shma Shtatlarga sotadigan strategik materiallar neft, uran, kumush va ferro qorishmalardir. Biroq boshqa turdagi tovarlarga Trampning buyrug'i bilan 27% lik boj qo'llaniladi. Bu esa Qozog'iston iqtisodiyotiga yangi bojlar kiritilayotgandan keyin neft narxining keskin pasayishi kabi salbiy ta'sir qiladi. Amerika bunday xalqaro iqtisodiy urushlarni birinchi marta qo'zg'ayotgani yo'q. U bir necha bor dunyo mamlakatlariga, ayniqsa sanoatlashgan mamlakatlarga qarshi chiqdi. Iqtisodiy zarbalarga misol sifatida Trampning avvalgi prezidentligi davrida Xitoyga qarshi keng ko'lamli savdo urushini keltirish mumkin. Buning oqibatida Xitoy 100 milliardlab dollar yo'qotdi. Qo'shma Shtatlar Xitoyni ham, Yevropa ittifoqini ham yo'q qilmoqchi. Amerika barcha siyosiy va iqtisodiy raqiblarni zaiflashtirib, ularni o'ziga bo'ysundirib, imkoniyatlarini cheklamoqchi. Yangi savdo urushlari orqali Amerika dunyodagi hukmron kuch bo'lib qolmoqchi. Eski dunyo tartibi qulayotgan bir paytda eski global savdo tizimini yo'q qilishga harakat qilmoqda. Butun dunyo bugungi kunda global savdo urushlari tufayli jarlik yoqasiga kelib qoldi. Insoniyat uchun yagona najot moliyaviy va biznes masalalarida hamda iqtisodiy siyosatda ilohiy tuzumga ergashish va halokatga olib boruvchi har qanday yovuzlikdan voz kechishdir. Bunga faqat islom tuzumini tatbiq etadigan davlat orqali erishiladi. Bu davlatda odamlar Alloh taolo tomonidan nozil qilingan qonunlarning ne'mati, boyligi va adolatidan bahramand bo'lib, tinchlik, xotirjamlik va baxt saodatda yashaydilar. Va bu davlat payg'ambarlik minhoji asosidagi ikkinchi Roshid xalifalikdir.